Erkak kishining vazifasi sizni doim hammadan, ota-onasidan ham, dunyodan ham, aka-ukasidan ham hammadan himoya qilish kerak. Himoya shart. Himoya qilmayaptimi, demak u Allohning oldidagi burchini bajarmayapti. U omonatini himoya qilmayapti. U topshirib qo'yapti. Erkak kishi hammadan, hattoki o'zini jahlidan ham, g'azabidan ham ayol kishini himoya qilish kerak. Bu jahli chiqib turganda erkak kishi ayol kishiga aytish kerak, chiq deyish kerak. Chiq, hozir meni yonimda turma, g'azabim bilan senga ozor berishim mumkin, chiq deyish kerak. Shunaqa paytda sizga erkagingiz chiq dedimi, chiqing. Chunki u sizga ogohlantiruvchi berdi. Men xizmatimni qilaman, chunki hozir g'azabdaman, senga ozor berishim mumkin, chiq bu yerdan dedimi, chiqing. Ogohlantiruvchidan keyin eringizni g'azabini olsangiz, erkagingiz sizga qattiqroq gapirib yorsa, dilingizga ozor bersa yoki Xudo ko'rsatmasin qo'l ko'tarib yorsa, demak bu ogohlantiruvchi orqali bo'ldimi? Demak bu yerda siz aybingiz bo'ladi.